Neyroxirurg kuni bilan nima ish qiladi? Neyroxirurg kundalik hayoti ertalabdan operatsiya bo'lgan bemorlarni bir qator obxod qilish bilan boshlanadi. Ertalabdan kecha operatsiya qilgan bemorlarimizni ko'ramiz, turg'izib, yurg'izib, nima to'g'risida qanaqa tavsiyalarimiz bo'lsa, shularni beramiz. Ikkinchi qilinadigan narsa bugungi bo'ladigan operatsiya kunimiz. Bugungi qilmoqchi bo'lgan operatsiyamiz umurtqa kanali to'rayish kasalligi, umurtqa kanali stenozi deyiladi. Bunda bo'g'imlar umurtqa kanali ichkariga o'sishi sababli hamda u yerda sariq boylanma qalinlashishi sababli shu narsa kelib chiqadi. Nervlar ezilib, odam sekin-sekin yurolmay qolishiga olib keladi. Operatsiya jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Bizda operatsion prosesimiz boshlanyapti. Bemor intubatsion narkozda. Proses hozir operatsiyani ham boshlaymiz. Bizda operatsiya boshlandi. Bizda kichkinagina prokol, shunaqa trubka, shu trubka yordamida shunaqa kichkinagina instrumentlar yordamida kirib hozir stenozni bartaraf etamiz. Endoskopik umurtqa kanali stenozini ochish operatsiyasi tugadi. 2 urinda qildik operatsiyani. Operatsiyamiz 1 soat 40 minut davom etdi. Endi bo'ldi, bemor reanimatsiyaga o'tadi, ozgina reanimatsiyada kuzatiladi. Shu bilan palatasiga tushadi, turib yuradi.